Ushbu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, mashalloh deb yozib keting. Qarang, maladoylar qanday chiroyli chiqqan. Gavdalari katta-katta. Juda go'zal. Ustozimizning qushlari birinchi partiyada 60 ta maladoy chiqaribdi. Mashalloh, ko'z tegmasin. Radojliklar qaranglar chiroyliligini. Go'zal. Andurka qushlari ham juda katta-katta, yirik-yirik qilib ochgan bolalarini. Ko'z tegmasin, mashalloh. Sizlarga ham shunaqa qushlar nasib qilsin, boqish, ko'paytirish. Ustozimnikida qushlar zo'r ko'payadi. 5 ta, 6 tadan bolalar chiqadi. Hammasi mana shunaqa gavdasi katta-katta, yirik-yirik bo'lib chiqishadi. Birorta linka yoki bir defekti bor qush chiqmaydi. Bularda hammasi tajriba hamda shu bola boqayotgan qushlarga ozuqani yetarli darajada yetkazib berganliklari uchun shunaqa effekt olib turibdilar. Ko'z tegmasin, ishlarini rivojini bersin. Agar qandaydir savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zlari aktivlar, o'zlari javob beradilar. Kanalimiz bu yangi kanal. Obuna bo'linglar. Bundan chiroyli, bundan yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa yaqinda O'zbekistonga borib, har kuni Xudo xolasa qushboqarlar uylaridan, avzorlar, bozorlardan qush narxlarini chiqarib boramiz. O'zimizning qushlarni ham ko'rsatib boramiz.